15 yoshli bolani to'yini sizlar ham ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Men bu videoni bitta ko'ringlar. 15 yoshli bola O'zbekistonda uylandi o'rtoqlar. Ko'rishinglar mumkin, men bu joyda yozyaptiki, 15 yoshli bola o'zini sinfdoshiga uylangan. To'g'risi men bu videoga ishongim kelmadi. Nimaga deganda, birinchidan O'zbekistonda, ya'ni qonuniy jihatdan 15 yoshli bolaga uylanish qonundan taqiqlangan qilib ZAGS qog'oz berishligi mumkin. Agarda rostdan ham 15 yoshli qiz bilan bola uylanayotgan bo'lsa, bu narsani videoga olib internetga qo'yib yuborishlari mumkin emas degan hayolim keldi. To'g'risi do'stlar, men agarda 15 yoshli bola rostdan ham uylangan bo'lsa, xursandman. Nimaga deganda, to'g'risi erta uylanishlikda ham minus tomonlari, ham plus tomonlari bor. Hamma endi o'zi biladi nima to'g'riligini. Lekin do'stlar, to'g'risi men ishongim kelmadi. Shu vaziyatga nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? O'zingizlarni fikringizni kommentariyaga yozib o'tib ketinglar. Rostdan ham O'zbekistonda 15 yoshli bola uylandimi?